Endi playerni harakatlantirishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun yangi skript yaratamiz. Player controller deb nomlaymiz. Va bu skriptni player game objektiga beramiz. Demek playerimizni mana bu demek sphere. Sphere bu fizika orqali harakatlantirishimiz kerak, chunki rigid body bor. Ya'ni physically movementni amalga oshirishimiz kerak. Transformational movement bor, physical movement bor. Bu shu paytgacha biz ko'pincha transform movementni qilib chiqqanmiz, ya'ni transform.translate degan metodlardan foydalangan edik. Transform.translate bu movementni amalga oshiradi. Faqat bu transformational movement, ya'ni bu faqat transformni o'zgaradi. Agar biz mana player obyektini agar transformational movement qilsak, bu nima desam ekan, anaqa bo'lmaydi. Ya'ni unaqa harakatlanish kerak emas. Bu sfera, bu ham harakatlanish kerak, harakatlanish jarayonida ham aylanish kerak sfera bo'lganligi uchun. Shuning uchun biz bu yerda rigid body qo'shib, biz transform movementdan foydalanmaymiz, ya'ni transform.translate, balkim rigid body orqali physics systemdan foydalangan holatda movementni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Private rigid body player rigid body deymiz va komponent olamiz, get component. Ya'ni player controller skriptidan turib bemalol biz rigid bodyga murojaat qila olamiz, chunki bu mana bu komponentni olib, rigid bodyni olib, biz hozir uni player RB ga berdik. Bizda yana public float speed kerak bo'ladi. deb nomlab 5 desa bersak bo'ladi qiymatini. Va update ichida biz endi o'qib olishimiz kerak anaqani. Inputni o'qib olishimiz kerak. Forward input teng input get axis. Bu endi vertical bo'ladi. Chunki to'g'riga va orqaga knopkalarni bosamiz keyboarddan. Player RB at force, mana demak yo'nalishni kiritishimiz kerak. Bu yerga forward input kiritamiz, ko'paytiruv speed va vektor qaysi aksis bo'yicha, to'g'riga va orqaga, z aksis, shuning uchun bu forward bo'ladi. Demak, birinchimiz input datani o'qiymiz, to'g'riga, orqaga butdan olamiz, tezligimizni, bu esa qaysi aksis bo'yicha harakatlanishimiz. Save qilib olamiz. Endi test qilib ko'rsak bo'ladi. Play. Juda ham tez bosib yubordim. Playerimiz mana to'g'riga va orqaga harakatlanyapti. Biroz buglar bor, ularni to'g'rilaymiz va kameramiz ham harakatlanyapti.